O'zbek ayol eng to'g'ri so'z so'ylabdir. Butkul odamzod ko'rsinlar shu videoni. Barcha siz xiyonat kechirardingiz? Men kechira olmayman. Men hech qachon kechirmayman. Rostdan aytay, Farzand o'rtada bo'lsin. farzand bo'lsa ham kechira olmayman. Qancha? Men kechiraman. Nima farzandim otasi katta. Har ko'rganingizda Men nafaqat kechiraman, men kurashaman. Men kurashaman. Yo'q, mana har ko'ryapsiz. Hozir o'g'il bola bo'lyapman. Men tasavvur qiling, men shunaqa men sizga xiyonat qildim. Men eringizman, tasavvur qiling. Har ko'rganingizda men nima tasavvur qilasiz? Men aytaman, jon deyman. Men bar bilan meni sevaman. Barcha qo'lingni tushirib gapir. Arshon eshitdik. Nima? Nimani tasavvur qilasiz? O'rta bitta gap aytaymi? Men nimaga kechiraman bilasizmi? Chunki men 100% bilaman, baribir meni sevadilar. U shunchaki bir kunlik, u biologiya. Lekin meni ming sevadilar va mendan yaxshi ayol yo'q ularga. Men aytaylik, xiyonat qildilar bilmasdan. Men u ayolga qanaq qilib dunyodagi eng yaxshi yerimni topshirib qo'yishim mumkin. U uni baxtli qila olmaydi. Faqat men baxtli qila olaman.